Assalomu alaykum Instagram kuzatuvchilari va qo'shquvozlari va aka-ukalar. Bugungi akalar 2 dona qo'chqorchamiz bor. Kimga qiziq bo'lsa akalar mana ko'ringlar, tomosha qilinglar. Ekranda nomerlarni qoldiramiz. Telefon qilsalaring kelishamiz. Xudo xolasa qo'yni olib baqib qo'y qilaman deganga ikkita qo'chqorimiz bor. Bittasi arasham, bittasi afg'on gibrid. Akalar qo'ylarni holatini ko'rsatyapman mana. Qo'ylar ideal holatda. Ko'rib turganlaringda. Mana akalar buni dumbarazlezi mana. Dumbarazlezlar mana akalar. Bemalol olib qo'y qolaman deganlarga tavsiya qilaman. Xudo xolasa qo'ylarimiz chiroyli va go'zal. Olib qo'y qolaman degan odam mazza qilib baraka topadigan variantlardan akalar. Mana qo'y. Mana akalar mana qo'y. Bemalol olib taqorasizlar mana qo'y. Quloq akalar mana. Hali qo'zi, ikki o'sam chiqarmagan variantidan. Bemalol telefon qilsalaring ishlaring bitadi. Dastavkazlar bilan xizmatlarimiz vodiy bo'lib Toshkentgacha. Mana akalar, bemalol olib qo'yib qolaman deganlarga tavsiya qilaman aka. Mana xudo xolos mana shu tikka dumba degan variantda mana. Ha, qo'ylar ko'rs. Yaxshilab tomosha qilib bemalol aloqa chiqarasizlar mana akalar qo'ylar. Mana qo'ylar. Dastlabki xizmatlarimiz vodiy bo'lib Toshkentgacha. Mana aka. Akalar qo'y jumbalari. Mana aka. Bemalol ko'rib aloqa qilsalar ishlarim bitadigan variantidan bu qo'ylar, xudo xolasa.